Salom do'stlar, Germaniyadan. Bugun sizlar bilan birgalikda man Kaufland supermarketidan Germaniyadan olgan produktimni obzorini qilamiz. Bu sabzili salat 400 mg vegan ekan, ya'ni faqat sabzavotlardan tayyorlangan. O'simlik mahsulotlaridan. Bu tayyor salat bargini to'g'rab, sabzi bilan aralashtirib, upakovka qilib qo'ygan. Bu 200 gram. Keyin pista yog', 1 litrlik xamir, tayyor kesilgan xamir. Bu Germaniyadagi Baden-Württemberg degan Bundesland, ya'ni viloyatda milliy taom hisoblanadi. Buni ham qovursa bo'ladi, ham suv ovqatga solib qaynatsa bo'ladi. Nemislarning o'zi buni qovurib, keyin quritilgan piyoz bilan, o'sha qovurib quritilgan piyoz bilan qo'shib yeyishadi. Bu Spätzle deydi buni otini nemis tilida. 200 ml limonning suvi, mana. Keyin loviya oldim. Bu loviya pomidor so'kini ichida achchiq, tayyor pishgan ovqatga qo'shsa bo'ladi. Bu baliq filesi, tunfish degan baliq. O'shani filesi ichida pista yog' bilan baliq. 1 litrlik sigir suti, 3,5%lisi eng yog'lisi. Undan tashqari svejiy sutlar ham bor Germaniyada, ular 10%. Undan yog'lilik darajasi yuqori sutman, lekin hali ko'rmaganman. 10 dona tuxum. Tuxumlarni Germaniyada sotib olayotgan paytda mana bu yerga yozuviga qarash kerak. Bu yerda har bitta tuxumni ustiga yozilgan bo'lsa, masalan, S dan L gacha kattalikda bo'lishi mumkin. Bu hozir L. Mana S tuxumlar L dan ancha kichkina bo'ladi. L tuxum bo'lsa, keyin mana bunaqa joyiga qarasa, jo'jalarni o'ldirmasdan tuxum olingan deb belgi qo'yilgan. Mana shu bo'lsa muhim rosa. Keyin Bodenhaltung degan ikki xil tuxum bor. Bodenhaltung, keyin Freihaltung. Bu hozir o'zimizdaqa kattayda boqilgan tovuqlarning tuxumi. Undan tashqarida o'tovlarni yeb tuxum qo'ygan tovuqlarning tuxumi bor. Ular Freihaltung deb anaqa yozilgan bo'ladi ustiga. Ular narxi salgina bu tuxumlardan qimmatroq, lekin menimcha ichi bir xil. Bu bir 10%lik yogurt, o'zimizda qatiq, yog'li qatiq, 500 mg. Keyin pomidor 570 gram, tayyor, alohida upakovka qilinmagan pomidor. O'zingiz tortib olishingiz kerak. Bu hozir men o'zim tortib olganim. Buni narxi hozir 500 gramga, 570 gram, salkam 30 grammi 1,63 €. Shu hammasi shuni qancha bo'ldi deb o'ylaysizlar? Mana bu meni chekim. Germaniyada agar siz supermarketlarda produktlar sotib olayotganingizda qarasangiz, aksiyalar o'tkaziladi. Hozir men o'sha aksiyalarga qarab, o'zi aslida bu 16,74 € bo'ldi, shuncha hammasi. Men hozir bunga 2 sent kam 10 € pul to'ladim. Buni sababi Kaufland supermarketini prilojeniyasi bor. Bu prilojeniyada har doim, har hafta aksiyalar o'tkaziladi har xil produktlarga. Va hozir danli moment o'tda yana aksiya bo'lyapti. Prilojeniyaning ichida oldin har 5 € ga bitta punkt berardi, bitta point. Hozir bo'lsa 1 € narsa sotib olsa bitta point beradi. Shu paytgacha yiqqan hamma pointlaringizni hozir 1 oylik aksiya davomida o'zlarining shunaqa aksiya produktlari bor, o'shalarga ballaringizni almashtirsangiz bo'ladi. Men hozir buni, keyin mana buni va sabzi salatni, mana bu xamirni 4 ta mahsulotni skidkaga oldim. Bu degani bu mahsulotlarga men balga almashdim. Ularga men pul to'laganim yo'q. Shuning uchun men hozir 7 € tejadim. Bundan tashqari
Undan tashqari yana hozir aksiyadan tashqari haftalik kupon bor edi. 20% kupon bilan bu bilan baliq bilan yog'i arzonroqqa oldim. Shunaqa. O'zbekistonda ham shunaqa aksiyalar o'tkaziladimi supermarketlarda? Shunaqa приложениялар bormi? Va bundan keyin yana shunaqa obzorniy videolar ko'rishni xohlaysizlarmi? Hammasini kommentariyada yozib qoldiringlar. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Xayr.